Jigarning issiq o'lish, jigarni may qaplash, jigar yallig'i deganda bir qator jigarda bo'layotgan bu kasalliklar bedenimizning boshqa yerlariga qanday ta'siri bor. Ya'ni jigarda ko'rilgan kasalliklar bedenimizga yana boshqa qanday kasallikni keltirib chiqaradi. Oldin filmimizda jigarning issiq o'lish va jigarning may qaplashning alomatini so'zladik. Bu filmimizda jigarda ba'zi bir kasalliklar ko'rilsa, bedenimizga yana boshqa qanday kasallikni keltirib chiqaradi degan to'g'ri so'z etamiz. Hajim uchun yurak belgisini besib tushunib qolmang. Yana oldin filmda so'zladim, yana qayta so'zlaydi. Jigarning iqtidori bu qonni suzitdi, qonni tozalaydi, zahar tozalaydi, o't suyuqni ishlab chiqaradi, qon tarkibidagi may va qanitni parchalaydi. Qon ishlab chiqaradi, uzuqni pishiqlab ishlab chiqaradi, bedenimizning immun kuchini saqlaydi, bedenning metabolizmini ilgari suradi. Bu mushunda jiq iqtidori va jiq xizmat qilgan bak oldirash bir a'zo. Hamda bu jigarning issiq oldi oddiysi. Buni may qaplida, yallig'landi, ig'roq bo'lganda jigar qetish bo'ldi, jigar raki bo'ldi. Buningda kasal kuralsa jigarda yuqoridagi mushu xizmatni joriy qildirolmaydi. Ya'ni xizmatni normal qilolmaydi. Birinchidan qonni suzolmaydi, qonni tozalayolmaydi, zahar tozalayolmaydi. Qanda o'tdi, qonda axlat paydo bo'ldi. Qanda may yuqorilyapti, qanda xolesterin yuqorilyapti, qanda yalliq paydo bo'lyapti. Qon qo'yildi, qanda axlat paydo bo'ldi, bu qon ravon oqolmaydi albatta. Shundan qon besim paydo bo'ldi. Ikkinchidan, bu qon quyilib qon ravon oqolmadi, buning tarkibida yana may yuqorilyapti. May degan yepishqoq narsa tumoning ichki devoriga yepishib, qon tumo tuslashni keltirib chiqardi. Qon besim bo'ldingiz, qon tumo tuslaldi. Unda bo'lsa, yurak buni qon tumo kasalligiga ko'ngil yaqin turib qoldi endi. Uchinchidan, bu o't suyuq ishlab chiqarib berdi. Hamda o't suyuqni normal ishlab chiqarilmagandan keyin o't degan bu o'tning suyuqni saqlayotgan bir xalta. Buning suyuqni jigar ishlab berdi, xaltada saqlanibdi. Biz tomoq yegan vaqtda o't bu suyuqni qisib 12 barmoq uchaga qo'yildi. Mendan oshqozon osti bezining suyuqni qo'yildi, ikkisi hamkorlashib tomoqni hazm qilib ezib berdi. Endi bu yerda bu o't suyuqni ishlab chiqarmagandan keyin o't normal xizmat qilolmay, o't choplashib qilib o't yallig'ini shakllantirdi. Ham bu oshqozon osti beziga besim bo'lib qolib, bu normal xizmatni qilib bo'lmay, oshqozon osti bez degan qandini parchalab, shuni kontrol qilgan bir a'zo. Buningga besim bo'lib qolgandan keyin buni kontrol qilolmay, diabetni keltirib chiqarishi mumkin. Uningdan keyin bayam deganda qon quyildi, qonda may paydo bo'ldi, qonda axlat paydo bo'ldi. Bu to'xtamay qonda eqivergandan keyin qilqan tumorini to'slashni keltirib chiqardi. Menda qon to'slash, yurak qon tumori to'slash, uningdan keyin eng yomoni börekniki qilqan tumori to'slab, börek sharchisini yelishni keltirib chiqardi. Börek zaiflashib chiqdi, börekning oqsidan bitdi, börekning qondan bitdi degan gap shadin chiqdi. Shunga bu jigar sal qilayotgan a'zomas qarindashlar. Jigarni issiqish vaqti. Jigarni azroq may qaplabdi, diqqat qiling degan bo'lsa, bu diqqat qiling degan gapning vazni bak cho'ng gap. Chuqum yemak ishimizga diqqat qilamiz. Yurish-turishimizga diqqat qilamiz, turmushimizga diqqat qilamiz. Hamda nima-nimaga diqqat qilamiz degan vaqtda filmimiz sal uzroq ketib qoldi. Keyingi filmni so'zlab o'tamiz, qo'shib belgisini besib, meni qo'shilishni kutib qolmang.